Tasavvur qiling, uyingizda 6 yoshli bolangiz bor. U dars qilish kerak. Siz uning yoniga kelib, "O'g'lim yoki qizim, qani daftaringni och, chiroyli qilib yoz" deysiz. Bola zo'rg'a bitta chiziq chizadi-da, darrov chalg'iydi. "Qornim ochdi" deydi. "Suv ichaman" deydi. U yoqqa, bu yoqqa qaraydi. Sizning esa asabingiz dosh bermay, ovozingizni balandlatasiz. Bola yig'laydi, siz siqilasiz. Tanish holat shundaymi? Nega 20-30 yil oldin bolalar soatlab partada o'tira olgan, hozirgi 6-7 yoshli bolalar esa 5 daqiqa ham diqqatni jamlay olmaydi. Ammo bolangizning yomonligida yoki qobiliyatsizligida emas, asl sabab juda dahshatli va u siz har kuni bolangizga beradigan bitta oddiy narsaning ichiga yashiringan. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng oxirida men sizga bolangizni urmasdan bor yo'g'i 7 kun ichida darsga qiziqtirishning butun dunyoda tan olingan yagona oltin kalitini aytaman. U nimaligini bilganingizda, shu paytgacha bolangizni behuda urishganingiz uchun yig'laysiz. Keling, vaziyatga oddiy ayollik va onalik ko'zi bilan qaraylik. Biz uy ishlariga ulguraylik, ovqatimiz kuyib ketmasin, uy tinch bo'lsin, dazmolimni qilib olay deb bolamizning qo'liga telefon beramiz yoki televizorda rang-barang multfilmlarni qo'yib qo'yamiz. Ochig'ini aytaman, mening ham 1,5 yoshdagi o'g'lim televizorni juda yaxshi ko'radi. Onamizda, ayolmizda ozgina jim o'tirib tursin, multfilm ko'rib, mana bu ishimni qilib olay, bu ishimni qilib olay deymiz. Bola yig'lamaydi, jim o'tiradi. Biz esa "Ura, bolam aqllidir, o'zi ham telefonni eplab ketadi" deb xursand bo'lamiz. Lekin shu soniyada nima sodir bo'layotganini bilasizmi? Bolaning miyasida tayyor quvonch markazi ishga tushadi. Oddiy tilda aytganda, smartfondagi qisqa videolar, rangli o'yinlar bolaning miyasiga shunday kuchli ta'sir qiladiki, xuddi unga har soniyada shirin konfet berayotgandek gap. Telefon ko'rayotgan 6 yoshli bolaning miyasi juda qattiq charchaydi, lekin u buni sezmaydi, chunki ekran uni o'ziga sehrlab qo'ygan. Hayotiy bir misolni ko'raylik. Mana shu telefonga o'rgangan bolajonimiz 7 yoshga to'ldi va maktabga chiqdi. Sinfxonaga kirdi. Ustoz doskaga chiqib oddiy oq bo'r bilan 1 qo'shuv 1 teng 2 deb yoza boshladi. Endi bolaning ko'zi bilan doskaga qarang. Doska qimirlamaydi. Undan rang-barang chiroqlar chiqmaydi. Ovozlar yangramaydi. Bolaning miyasi aytadi: "Bu joy juda zerikarli ekan. Menga telefonimni ber." U yerda hamma narsa tez va qiziq edi. Natijada bola ustozni eshitishni xohlamaydi. U darsda o'tiradi, lekin xayoli o'yinda bo'ladi. Ustoz esa sizga qo'ng'iroq qiladi: "Farzandingiz darsda juda betoqat, hech narsani eshitmayapti" deydi. Uydagi janjallar, dars tayyorlatish azoblari mana shundan boshlanadi. Biz bolani dangasa deymiz. Aslida biz uning diqqatini o'z qo'limiz bilan so'ndirib bo'lganmiz. Buning bitta oddiy ilmiy qonuniyati bor. Inson miyasi xuddi mushak kabidir. Agar jismoniy tarbiya bilan shug'ullanmasangiz, mushaklaringiz nozik bo'lib qoladi. To'g'rimi? Bolaning diqqati ham xuddi shunday, mushak. 6-7 yosh bu miyadagi diqqat mushaklari eng tez rivojlanadigan davr. Agar bola telefon, televizor ko'rsa, miya hech qanday harakat qilmaydi. Shunchaki tayyor narsani yutadi. Diqqat mushaklari ishlamaydi va atrofiyaga uchraydi, ya'ni kuchsizlanib qoladi. Agar bola kitob o'qisa, rasm chizsa, o'yinchoqlardan narsalar yasasa, u fikrlashga majbur bo'ladi. Diqqatini bir joyga yig'adi va uning miyasi kuchli bo'lib o'sadi. Biz bolamizga telefon berib, uning miyasini dangasa qilib qo'yamiz. Maktabga borganda esa undan katta natijalar kutamiz. Xo'sh, aytingchi, bu adolatdanmi? Eng muhim joyiga keldik. Nima qilish kerak? Bolani urishish yechim emas. Sohiba ustoz sifatida sizga uyingizda qo'llashingiz shart bo'lgan 3 ta oddiy, ammo oltindan qimmat yechimni beraman. Birinchisi, bolaga qog'ozga chalkash chiziqlar chizib beringda, shu ipning oxirini topchi deng. Yoki ikkita bir xil rasm ichidan 5 ta farqni topish o'yinini o'ynating. Bu o'yinlar bolaning o'sha zaiflashgan diqqat mushaklarini qayta tiriltiradi. Navbatdagi ikkinchisi, bola dars qilayotganda uni chalg'itadigan hamma narsani, televizor, shovqin, musiqa, shunga o'xshash narsalarni o'chiring. Bitta harfni chiroyli yozsa ham
uni maqtang, sening qo'lingdan keladi. Sen juda diqqatli bolasan deb ayting. Navbatdagi yechim sehrli daqiqa yoki qum soat metodi. Bolangiz dars qilishga o'tirganda unga: "Bolam, kel, sen bilan o'yin o'ynaymiz. Mana bu taymer yoki qum soatni 5 daqiqaga qo'yamiz. Shu 5 daqiqa ichida sen chalg'imasdan mana shu bir qatorni yozib tugatishing kerak. Agar ulgursang, sen g'olib bo'lasan" deng. 6-7 yoshli bolalarda musobaqa va o'yin instinkti juda kuchli bo'ladi. Bola soatlab o'tirishi kerakligidan qo'rqadi, lekin 5 daqiqalik marra uni harakatga keltira oladi. Bola buni uddalasa, vaqtni har 3 kunda yoki 4 kunda 2 daqiqadan qo'shasiz. Avvaliga 6, keyin 7, keyin 10, keyin 15 daqiqaga ko'paytirib boramiz. Bu orqali bolani majburlamay, o'yin orqali uning diqqati chegarasini kengaytirib borishimiz mumkin bo'ladi. Va nihoyat videoning boshida men sizga va'da bergan o'sha oltin kalitni aytaman. Bu kalit sizning shaxsiy namunangizdir. Adashmadingiz. Agar siz o'zingiz telefonni qo'ymay, bolaga telefonni qo'y, televizorni o'chir desangiz, u telefon o'ynab, internet tiklab, serial ko'raversangiz, bola sizga hech qachon quloq solmaydi. Ishonavering bu gapimga. Bolalar bizning aytganimizni qilmaydi. Ular biz qilayotgan narsani takrorlaydi. 13:00 da men sizlarga bolaning asab tizimini 7 kun ichida tinchlantiradigan va uni ota-onaga quloq soladigan qiladigan maxsus taomlar va kun tartibi haqida gapirib beraman. O'sha videoni o'tkazib yubormaslik uchun hozir kanalga obuna bo'ling. Keling, izohlarda dardlashamiz. Sizning 6-7 yoshli bolangiz dars tayyorlashda qiynalyaptimi? Kuniga necha soat telefon ko'ryapti? Yozib qoldiring. Men har biringizga shaxsan javob beraman. Farzandlarimiz omonat. Ularni asraylik. Salomat bo'ling. Mehr bilan o'rgatamiz. Ishonch bilan ulg'ayamiz. Sohiba ustoz bilan.